Assalomu alaykum Rashid aka. Har oy $500 to'lab vokzal territoriyasidan, Samarqand shahar vokzal territoriyasidan har oy $500 to'lab Yevroremont 2 xonalik uy olsam bo'ladimi? Assalomu alaykum. Albatta 55 minglik uy olsa bo'ladi. 55 minglik uy olib har oyi $530 dan to'lov qilsangiz bo'ladi. Masalan, 24.200 to'laysiz bosh to'lov. Oylik to'lov $530 dan bo'ladi. 500 masu $530 to'lasa har oy boshiga 24 ming to'lashi kerak, o'zini nomiga oformit bo'ladi. Xuddi shunday. Gap bo'lishi mumkin emas. Har oy $530 to'lab, Yevroremont remonti tayyor, faqat kirib yashaydigan uy xudo xolasa topib beramiz. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqing. Xudo xolasa kelib mana shu ofisda Rashid akamning oldida chaqchaqlashamiz xudo xolasa. Musofirda yurganlar, uy olaman deb harakat qilayotganlar hammalaringizga yaxshi kunlar nasib etsin.